Assalomu alaykum do'stlar. Bugun men sizlar bilan yana bir bor Feruz. Bugun biz yana qishloqda yashab qolish o'yinini o'ynaymiz. Menga mening do'stim bilan bir gapirsinchi. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan men qishloqda yashab qolamiz va janob berni aytgan ishlarini qilishga harakat qilamiz. Qani bo'lmasam ketdik. Qani bo'lmasam videoni boshladik. Like va obuna esingizdan chiqmasin. Bo'yo. Ana endi esa do'stimiz oldiga borsak. Do'stimiz shahardan keldi. Menga boy bo'p. Boy aka, chiqing. Ketdik. Janob berdan ish so'raymiz. Shu janob beringdan ham ish so'radim. Asablarim chiqib ketdi. Qani kelyapsizmi? Yur tez. Janob beringda hozir asamga tegsa o'ylab qo'yishim mumkin. Chunki menda juda qimmat blok bor. Assalomu alaykum janob mer, mening do'stim. Banagi shahardan keluvdi. Gapirmaysizmi baranni? Nima deysan? Menga do'stim keluvdi. Xo'p, nima qilibdi? Do'stingiz men seni Ish bering. Xo'p. Qanaqa ish berishim mumkin akalar sizlarga? Men sizlarga qanaqa ish bersam? Bilmadim. Topdim. Menga daraxt chopinglar, faqatgina daraxt orasida bo'lsin. Paxtaga aylantirib qo'ymanglar. Qani tushundingizmi? Tushundim, ketdik. Yarim stak qilsanglar ham bo'ldi. Bo'ldi, ketdik. 30 ta daraxt kerak ekan. Boltam yo'q-ku meni. Menda bor. Menga bering. Nechta bor? Bitta. Senga temir bolta bor. Temir bolta kerak. Uyimda. Uyingizdan olib chiqaman. Sandiqda turibdi, olib chiq. Xo'p. Yurda nari qishloqqa ham borib kelaylik-chi. Xo'p, boryapman. Boltani oldim mana. Ketdik-da nari qishloqqa. Narki qishloqqa ham borib kelamizmi? Bo'lmasa ketdik. Meni orqamdan yuring. Men bilaman. Birinchi daraxtlarni chopib olaylik. Shu nari qishloqda daraxt bormi? Shu yerda ham bor-da, mana shu yerdan olib ketaylikdan keyin narki qishloqqa aylanib kelamiz. Do'stlar, bizlarni yo'qotib qo'ymasligingiz uchun bizga obuna bo'lib qo'ying. To'g'rimi? Sen 15, sen 10 ta chop, men 10 ta chopaman. Siz 15 ta choping, men 15 ta chopaman. 30 ta. 30 tadan ham ko'p bo'lib ketar lekin. Nechta chiqdi sizda? 10 ta. Menda 15 ta chiqdi. Yana 5 ta choping. Endi narki qishloqqa mahalla mulla bilan o'ynab kelamiz. Uni 6 ta qilib qo'ysan, mayli. Qanisan? Mani. Ketdik. Bo'ldi, ketdik. Menga tashangan emasini birdaniga janob merda uyiga tashib chiqamiz. Tashang tezroq. 30 bitta bo'pti bular. Qani edi janob nerda uyi? Shu ham yoqmaydi odamga. Ish buyuraveradi. Jahli chiqmasin. Endi qishloqda quroli shuda. Hozir borsam o'ldirib qo'yishim mumkin. Ularni bo'lmasa To'xta, men ham kirib olay. Siz ana shu dalada kutib turing. O'ldirib qo'yishim mumkin-da, uni shunga ketaman. Janob mer gapiring. Menga. Keldim. Keldingmi? 30 bitta daraxt bo'ldi. Bo'ldi, endi tepadagi shkafchalarga solib qo'y.
Ha janob mer. O'tiribsizmi? Bizga ish buyurib. Boshqa ish Sen bilmaysizmi? borga ikki stak dollar olib kelib ber. Dollarda qaydan topay? Kerak bo'lsa Ha, o'zim hazillashdim. urib o'ldirib qo'yishim mumkin. Bo'ldi, urushmanglar. Ha, bo'ldi. Janob mer, hozir biz mahallani bolalar bilan bir borib kelaylik. Ha, yaxshi boringlar. Ha, Bo'pti. yetdikmi? Janob mer, nima eshiging unaqa? Eshigingiz? Mana shu atroflarda edi mahallam mullo. Mahallani bolalari bilan futbol o'ynaymizmi deyman, Firuz? Davay. Lekin mahallam mullo ko'rinyapti. Hali Firoz kelyapti. Tez kel Firoz. Jam suzib boryapman. Boryapmiz. Ha, qishloqlar, qandaysizlar? Zo'r, yaxshi. O'zi qaydaysan? Sizlarni o'ldirgan kelyapti. Javob bergan aytib qo'yamisan hamma. Sizlarga hujumga chiqdik biz. Hammaga javob bergan aytib beraman. Hazillashdik, Sizlar suvga tiraram. Bo'ldi, ketdik. Siz agartlarni narsalar olib ketmasak bo'lmayapti, janob mer aytyapti. Yana qaytib ichib qo'y, tushundingmi? Bo'lsa kallang ketadi. Turib qolinglar, ikkining. Bergan aytib beraman. Janob mer o'zi bizlarga shuni aytgan. Amanlar. Men samovarni uxlatib ketaman. Do'stim esa po'choqlarda. Men esa sabzilar yo'qotib tashlayman. Akamizda ko'klarda. Kompyuterda o'ynagani yo'q, telefonda o'ynayapti. Ularga janob mer hammasiga ikkalasiga ham janob mer menman. Do'stim, ketdik. Mana shu ekinlar beramizdan videoni to'xtatamiz. Do'stlar bilan xayrlashaylik bir. Qishloqlarni qo'rqitamiz. Kerak emas, ketdik. Qishloqlar qo'rqitish yo'qotdi. To'g'rimi? Ketyapsanmi sen? Pashta qishloqqa ham kelib qoldim. To'xtatib. Qani?
Siz o'tyapsanmi? Yo'q. O'qiyib, tashqarida shamol bo'lyapti. Do'stim, menga hamma narsalar ber, men tezroq binoga. Nima desam, jadam merga berib kelaman, ma. Menga ber. Qanasan? Manimi? Ma. O'g'ani yeyinsa yaxshi. Ma. Yanami? Qani? Oldinki Ya bo'ldi, ketdik. shu qaysi tarafda? Shu taraflarda edi menimcha. Yo'q, chiqmadi. Xo'sh, chiqib olsa ekan. Topolmay qoldik. Qishloq qayerda edi? Oh. Bo'ldi, yerda videoni to'xtataman. Do'stlar, bo'pti, men shu paytda videoni to'xtatdim. Do'stim ham ketib qoldi endi. Bo'pti.